Ana sizga savol jiyan. Ha. Buna nechi pul? 10 ming. Ha 10 ming, mana 10 ming. Ha 10 ming. Ha buna nechi so'm? 20 ming. Dükkan qo'shsa nechi so'm bo'ladi? 30 ming bular. Ha, bunachi? 2 ming. Buna 2 ming nechi so'm? 4 ming. Ha, bu qo'shsa nechi so'm bo'ladi? Ha shu. 6 ming. Yo'q, qo'shsa nechi so'm bo'ladi? Mana shu 20 ming, 30 ming, buna qo'shsa nechi pul bo'ladi? 40 ming. 40 ming. Qayerdan 40 ming bo'ladi? Buna 2 ming so'm. Ha. Buna 2 ming so'm. Nechi so'm bo'ladi dükkan qo'shsa? 60 ming. Yo'q, bo'lmasa pul yo'q. Hazır. 60 ming. Hozir sen ayt, bek. Ayt. Mana, buna nechi so'm? 20 ming. Buna nechi so'm? 30 ming. Buna qo'shsa nechi so'm bo'ladi? 12 ming. Yo'q, sen savol. Nechi pul mana shu? Qo'shsa nechi pul? Ayt. 40 ming bo'lar. Buna 10 ming, buna 20 ming, qo'shsa nechi so'm bo'ladi? 21 ming. Yo'q. 42 ming. Dükkanga pul yo'q bo'lmasa. O'zingiz ayting qani? Yo'q, men. Uchidan aytsangiz? Yo'q, men. Uchidan. Buna 20 ming. 20 Buna ming. 30 ming. Buna 2 ming so'm qo'shsa nechi so'm bo'ladi? Siz ayting qani? Men o'ysam nima qilaman? Men 32 ming bo'ladi buni. Mayli, men aytdim. Ha, bo'ldi. Buni 2 ming yana qo'shsa nechi so'm bo'ladi? 33 ming. Tentak buna 2 ming so'm. Buna 2 ming. Nechi pul bo'ladi? Ayt. Buna nechi so'm? 32 ming buna qo'shsa nechi so'm bo'ladi? 2 ming so'm buna. 14 ming. 33 ming dedi. Ha, o'lib qoldi. Dükkanga pul yo'q bo'lmasa. Mana, pul mana neda pul? Katta puldan ber. Yo'q, katta pul emas, katta pul shuni. Ha, endi bo'ling. Qara, hamichi buna 10 ming. Buna 10 ming. Ha. Buna qo'shsa nechi so'm bo'ladi? 6 ming. O'pshi nechi so'm bo'ldi? 7 ming. Hatta qalaga sizgilar, yikaga pul yo'q. Yo'q, aytingda o'zingiz ayting qani? Yo'q, o'zingiz. Mana pul. O'zingiz ayting. Mana pul. Ha, ayting, ha.